I have studied a lot of courses from massive open online courses like Coursera and Udemy. After that, I have decided to engage my students to these courses. I think getting certificates after finishing courses gives them high motivation to study and upgrade their knowledge in English. Hayot o'qib o'rganmaslik uchun juda qisqa. Tug'ildingiz, ulg'ayapsiz, qariysiz, qaridingiz. Bu shunchalik tez sodir bo'ladiki, 90 yil umr davomida asta ortingizga mo'ralasangiz, aslida hech nima qilmaganingizni tushunasiz. Ammo unda juda ham kech bo'lgan bo'ladi. Hozir o'qib o'rganishingizga qarshilik qiladigan hech qanday sabab yo'q. Men ularni shunchaki bahona deb atagan bo'lar edim. Va qaysidir sohani o'rganishingiz uchun hech qanday qulaylik, osonlik izlamang. Zero qiyinchilik muvaffaqiyatingizning kalitidir. Pandemiya sharoitida o'quv markazlarining aksariyat qismi ishlamaganligi sababli onlayn ta'lim olish tizimi anchayin rivojlandi va onlayn darslar trendga chiqdi. Onlayn darslar sizga dars berish bilan birga bir qancha chegirmalarni ham taqdim etadi. Ya'ni sizning yo'lga ketgan vaqtingiz, yo'lga ketgan xarajatlaringiz o'zingiz bilan qoladi va cho'ntagingizga qarab xo'rsinib qo'yishga ham o'rin qolmaydi. Bu ham hech narsa o'rganmasligingiz uchun sabab bo'la olmaydi. Shu kabi imkoniyatlarni beradigan kurslarning jamlanmasi Coursera platformasidir. Ta'lim sifatichi, onlayn ta'lim bo'lgandan keyin shunga yarasha bo'ladi-da deb ham o'ylamang. Chunki bu kurslarda Oxford, Harvard, Stanford, IBM va shu kabi dunyoning eng nufuzli 200 dan ortiq universitet va tashkilotlar ustozlari ta'lim beradi. Ularning bilimi va tajribasiga shubhangiz bo'lmasa kerak. Ana shunaqa gaplar. Endi ham Coursera kurslarida qatnashmaslik uchun biror bir bahona ayta olasizmi? Ushbu kurslar menga o'quvchilarni qanday qilib darsga jalb qilish, ularni ruhlantirish va til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish yo'llarini, dars jarayonini qay tarzda boshqarish usullarini o'rganishga imkon berdi. Shunday kurslarning biri TESOL kursidir. TESOL sertifikatiga ega bo'lish har bir ingliz tili o'qituvchisining orzusidir. Chunki bu sertifikat dunyo miqyosida ingliz tilidan dars berish imkoniyatini beradi.